Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun men Farzona bir kunlik vlog olaman. Men o'sha bitta turib pastalarni yig'ishtirib, qo'llarimni yuvgani kirdim. Vannaga mana o'sha tishimni yuvyapman. Pastani quyib olib, endi tishimni yuvaman. Endi shu 3 ta sredствоda betlarimni yuvaman. Shunaqa qilib betimni pena qilib oldim. Betim yuvib oldim, endi shunaqa pudrada ham yuvib olaman. Pudrada yuvib oldim, endi aloe kremda ham yuvib olaman. Ishqalab yuvyapman. Betimni bo'lim qanaqa silliq bo'ldi. O'sha artiban bo'ldim. Shunday qilib o'zimni zavtr qilyapman, chunki hamma o'sha ovqatlarni bo'lib tursam. Shunday qilib gazlardan yo'q oldim. Endi to'g'ragan kolbasalarni sog'olaman va tuxumni ham chaqib olaman. Tuzlarni ham sepib oldim. O'sha olyapman, ko'rib turganlardek shunaqa chiqdi. O'sha yapam men bitta ukollarimni tayyorlayapman Manisaga. Chunki kasal edim. Hozir o'sha yaxshiman. Manisada menga tomirimga va orqa tomonimga qilish kerak. Bitta men o'sha mashinadaman. Mana bir bayroqlarni ham ko'rsatdim. Bu uydagi rasmim просто o'rganib ko'rsatgan. Bitta men makrudaman. Bozorlik ham qilib kelganmiz, lekin unisini olmadim. Chunki bugun birovni tug'ilgan kuni ekan, men bitta o'sha uxlab turib bo'ldim. Chunki har doimda men ukoldan keyin uxlayman-da. Shunaqa turib, o'sha pastellarimni yig'ishtirib, uyga chiqsam, singil salom. Keyin xonamga kirsam, Shukrona bitimni nimaga surtab qo'ying dedi. Bo'pti deb surtab qo'yatsam, Shukrona keyin siz ham surtab qo'y dedi-da, keyin men ham bo'pti mayli deb surtab qo'ydim. Bitta men tug'ilgan kunga kiyib oldim. Bu tug'ilgan kuniga o'zimcha ko'ylaklarimni maqtayapman. Ovozlarim uncha eshitilmagan, shuning uchun o'zim azojat qilyapman. Bitta men shipirdim deb ko'rsatib beryapman. Ikkita kichkina joyda shipirib qo'ydim. Shunda ko'rsatyapman. Endi tug'ilgan kun bo'lishini kutamiz. Bitta men o'sha tanitslarga tushib trendlarga. Televizor ko'rib o'tiribman. Sinem. Bitta esa biz o'sha o'tirdik stolga ovqatlangani, bitta o'ynayapmiz. Bitta men ayam menga ukol qilish kerak deb gapiryapman va tug'ilgan kun tugadi deb gapirib qo'yapman. Eshitilmagani uchun uzr, lekin azojat qilyapman shunga ham. Like va podpisachiga bosishni unutmang. Xayr. Ukoldan keyin yig'lab yotibman. Xayr.